Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumanidamiz. Mana shu 16 sotikli teplisaga katyol o'rnatganmiz. Buni oldingi videolarimizda qo'yganmiz. Yoz kunida o'rnatgandi. Endi mana kilonkalarini yopib qishga tayyorgarlik. Limonlarimiz turibdi. Katyolni hozirgina yoqdik. Katyolimizni yonishiga baho berasiz. Chiqib qaranglar, mana teplameniga qarab tepaga uryapmiz. Katyoldan ikkita o'rnatganmiz. Hozir bittasini qo'shib turibmiz. Anomali ortiqcha sovuqlar bo'lib kelsa, xudo xolasa ikkinchisini ham qo'shamiz. Video mobaynida necha gradusga chiqqan, necha minutda necha gradusga chiqardi va yil yakunigacha katyolimizni berilgan rezultatini plus bo'ladimi, minus bo'ladimi? Polni video mobaynida qo'yib ketamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videolarni kuzatib turasizlar.